to'ylarni sezoni boshlanyapti-da. Juftliklar terapiyasi degan bir bizda xalqimizga taqdim qilganmiz. Bu nima degani? ZAGSga o'tishdan oldin o'sha hamma doktorlardan o'tib kelishgandan keyin baribir ularni psixologga jo'natishadi. Psixologga borgandan keyin bundoq qaraydi, sog'lommisan deb galchuk qo'yib beradi, ketadi. ZAGSga dokument topshirishadi. Lekin hayotda birga oila qurib yashash uchun bu erkak bilan ayolni baribir bolalikdagi ssenariysi bor, to'g'rimi? O'zini psixotravmalari bo'lishi mumkin. Mana shuni bizani markazimizga kelib psixolog psixoterapevtlar bilan birga juftliklarni birgalikda ishlashi juda ham katta natijalar beryapti. Ularning kelajakda oilasini sog'lom, mustahkam munosabatlarni o'rnatishdi. Ular bizani markazimizda psixolog psixoterapevtlar bilan ishlashganda oila psixologiyasini o'rganishadi, bir-birini qadriyatlarini o'rganishadi va kelajakda shu oilasi uchun o'zini qadriyatlarini yaratadi. Va bunaqangi oila qurish uchun juda ham chuqur psixologik tayyorgarlikdan o'tgan yoshlar juda ham oilani qadrlashyapti. Va ularda shunaqangi trend bo'lyaptiki, mana hozirgi oxirgi bir necha yillikni sizga aytsam, vafodorlik bu trendga aylanyapti. Bilasizmi, hozir mana oxirgi payt o'zini psixologlar bilan birga ishlab, terapiyadan o'tib, oilani ilmini o'rganib, oila qurilayotgan oilalar juda ham mustahkam, bir-birini shunaqangi qo'llab-quvvatligida yaxshi ko'radi, sevadi, bir-birini qiziqishlarini hurmat qiladigan yoshlar shakllanishmoqda. Bu juda ham zo'r. Va men hamma oila qurish ostonasida turgan yoshlarga, yigit-qizlarga aynan oilaviy turmushga tayyorlash psixoterapiyasidan o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim.